Olislarda qolgan baxt. Muallif Qo'chqor Norqobil. Yarim soat yalindim. Ko'nmadi, borolmayman dedi. Qarasam, telefonimni ham joni chiqib boryapti, quvvati tugayapti. Bu balki seni hayotingdagi eng unutilmas kun bo'lar. Bu kun balki taqdiringni keskin burib yuborar. Uxlayver, g'aflat bosib, sadqai odam. Telefonimni alam bilan o'chirdim. Mashinamni endi yurg'izaman deb kalitga qo'l uzatgan edim, qo'l telefon jiringladi. Qayerdasan? Qayerda bo'lardi? Uyini yonidaman. Bo'pti, kutib tur. Tushaman. Ha, o'zimni qadrdonim, zo'rsan-da, o'chir ovozingni bo'g'riqdi Suhrob. Yo'lga tushdik. Suhrob orqa o'rindiqda, qiyofa tund, qovoqdan qor yog'adi. Meni ham damim ichimda. Peshonamdagi oynadan ayozni qo'rqitadigan avzoyiga boqib, ichimdan kulgi ko'tariladi. O'zimni zo'rg'a tiyaman. Qadrdonim, birovginaga shu so'zga urg'u berib cho'zib aytaman. Haligi joyga, firmaga kirib chiqaylik. Qorboboni kiyimlarini tayyorlab qo'yishgan. Suhrob jim. Yuzini oynaga buradi. Juda savob ish qilyapmiz. Mehribonlik uyi deganlari bilan baribir kemtigiligi bor-da. Yetimni ko'nglini yetti osmon but etolmaydi. Bu ham bir ziyoratday gap, savobi behisob deyman uni diliga dam urib. Axir keyingi hafta boramiz deganding-ku. Dam olish kunini ham yeding. Nima ham qilarding? Ayiqqa o'xshab uxlarding, kuning behudaga o'tardi. Mashina shahardan chiqib bo'ldi. Uning to'xtab tushib qolaman deb xarqashasi tutib qolishidan qo'rqmay, o'zimcha jig'iga tega boshladim. Chinakam aktyor hech qachon xalqdan uzilmasligi kerak. Kecha-yu kunduz o'qlangan miltiqday shay turishi lozim. Hamma joyda otilishi shart. Sahnada ham, ko'chada ham, yetimxonada ham. Faqat to'ylarga qarab yugurmasligi kerak. Buni men emas, Chexov aytgan. Chexov bunday demagan. Nimagadir Chexov aktyorlarni uncha xushlamagan. Ko'p hikoyalarida ularni do'pposlab o'tgan. Qiziq. Bugun ham shu unchalik o'zgarmagansizlar. Almoyi-jalmoyi gaplaring bilan nima demoqchisan? Old oynadagi o'qraygan nigohga dosh bera olmayman. Suxanimga andava uraman. Lekin sen unday emassan. Sen boshqachasan. Masalan, tekindan tepki yaxshi deydiganlar toifasidan emassan. Katta qalb egasisan. Suhrob qaq-qaq urib kuladi. Tili yog'lamalik qilayotganimni sezadi. Qo'rqma, sendan hech narsa so'ramayman. Kechqurun voqaga ketishim kerak. Faqat tezroq qaytsak bo'ldi. Albatta, nari borsa 1,5-2 soat bo'ladi tadbir. Keyin qaytaveramiz. Yaxshisi, holiroq joyda to'xtaymiz. Kiyinib olsang bo'lardi. Boradigan joyimizda xona-ponasi bordir axir. U yoqda noqulay, hamma seni taniydi. Bolalarim, kimsan falonchi, elning e'zozidagi odam. Men aktyor emas, qorbobo olib boraman deganman. Xudo, shu kunlar ham bormadi, shu yerda to'xtay qol. Sanjobroq ekan. Mashinani to'xtatdim. Yukxonasidagi kiyimlarni oldim. Qor etik, qor to'n, qor telpak, qor tayoq, qor to'rva. Bo'yi simbatdan xudoyim qismagan Suhrob ko'z o'ngimda shunday qur to'kdiki, tovlanib turibdi. Hatto ko'zlari ham yaltillaydi. Qorda muzlagan qoshi soqolingdan aylanayin. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan qorbobo. Mana bu boshqa gap. Ana endi seni hech kim tanimaydi. Ketdik. Tushlikka yaqin 2,5 soat yo'l yurib, go'zal shaharchaning bolalar makoniga yetib keldik. Bizni bu yerda allanechuk mag'zullik, so'niq kayfiyat qarshi oladi deb o'ylagandim, yo'q. Charog'onlik, beg'ubor orzu-umidlar chayqalgan kelajakning yorug' va yorqin nuri bilan yuzlashdik. Bir zumda maydonchani, unda tiklangan ziyobaxsh tiniq uychalarning zavq-shavqqa cho'lg'angan hayqiriqlariga duch keldik. Voy, bu yer buncha ozoda va toza bo'lmasa. Bizni qurshab olgan beg'ubor fasl tafti og'ushida ulkan archa bezatilgan zalga kirdik. Bolalikning qiy-chuvlari, zavqi, qorboboning tashrifi,
Bizdan oldinroq kelib turgan qor qizning jozibali jilvayu tabassumi kaminaniyam bolalikka qaytardi. Hey, bolajonlarim, qora ko'zlarim, men olis tog'lardan, qor qoplagan bog'lardan 10 kechayu 10 kunduz uxlamay yurib keldim. Uchar aravamni esa mana bu qor qizimga bergan edim. Sen oldinroq borib tur. Men donogina o'g'il qizlarim uchun sovg'a to'rvamni ko'pgina kitoblarga to'ldirib olay. U yerdagi bolajonlarimning bari kitob o'qiydigan, kitobga qiziqadigan bolalar ekan. Ular uchun eng yaxshi sovg'a kitob bo'ladi deb mana sizlarga kitoblar olib keldim. Ey, sizlarga sovg'alarim ma'qulmi? Ha, ma'qul. Qani unda qor qizim, ke qopimdagi kitoblarni olib mening oqil va olim bolalarimga tarqatishga yordam ber. Ha, darvoqe, men yo'lda kela mana bu yozuvchi amakilaringni ham ko'rib qoldim. Men unga yur bolam, seni bir joyga eng aqlli bolalarning oldiga olib boraman desam, nima deydi deng? Aytaymi? Bolalar jim turishadi, so'ng guvillashadi. Ayting. Men bormayman. Mening ishlarim ko'p, yo'l juda uzoq-ku deydi. Keyin men nima qildim? Aytaymi? Ayting. Hozir seni shu sehrli tayoq bilan, u qo'lidagi tayoqni meni manglayimga niqtaydi. Shunday bir burab muzga aylantirib qo'yaman dedim. Keyin qo'rqib oldimga tushib kelaverdi. Bolalar kulishadi. O'zimni noqulay sezaman. Qorbobo va qorqiz davra aylanib kitob tarqatishadi. Yozuvchilar uyushmamizdan olib kelgan kitoblarimizni bolalar ko'ksiga bosib, shod va xurramlik tuyishayotganidan sevinaman. Jajjilar she'r qo'shiqlar aytishadi. Qorbobo archa yonidagi kursiga cho'kib menga termiladi. Ey bolajonlarim, mana bu yozuvchi akangiz ham sizlarga atab she'r yodlab kelgan. Shuniyam eshitaylik-a? Xo'p. Men davra o'rtasiga chiqib xayolan bolalar bob she'r axtaraman. Qani birortasi shu topda esga kelsa. Qorbobo bosh chayqab qo'yadi. Keyin turgan joyimda she'r to'qib ayta boshlayman. Sezgir Qorbobo yana bosh chayqaydi. Boshlovchi davra ortida turgan murabbiylarni ham bazmga chorlaydi. O'yin kulgu yana avjiga chiqadi. Raqsga tushamiz biz ham. Bir mahal qarasam, Qorboboning boshi egik. Murabbiylardan biri kelib uning qo'lidan tutib raqsga tortadi. U turgan joyida tosh qotib bir chayqaladi-da, yana kursiga cho'kadi. Bukilib, yerga kirguday bo'lib boshini egadi. Tizzalari qaltirayotganini sezaman. Nima bo'ldi? Tobing yo'qmi? Mazam qochdi. Yuragim gursillab urayapti. Tashqariga chiqaylik. Men nima qilishimni bilmayman. Qorbobo hansirab nafas oladi. Tashqariga. Murabbiyalardan biri quloqli idishda choy olib kelib uzatadi. Qorboboni hovliga olib chiqdik. U ixraydi. O'zimni aybdor his qilib, shosha-pisha uni mashina o'rindig'iga o'tqizaman. Yo'lga tushamiz.
Yaqin atrofdagi shifoxonaga borishni mo'ljallayman. U orqa oynani ochadi. Shunday sovuqda-ya. O'girilib qarayman. Qalpog'i-yu soqolini yechib olgan Suhrobning qon tepgan yuzida reza ter. Tezroq hayda. Uzoqroq ketaylik. Oynani yop, shamollaysan. Yonib ketyapman. Hozir shifoxonaga boramiz deyman. Hech qanaqasiga. Toshkent yo'liga chiq. Uyga hayda, Suhrob. Ko'zlarini yumib jim qotadi. Birozdan so'ng tilga kiradi. Hozir o'tib ketadi. Viloyatdan chiqaverishda yo'l chetidagi oshxona yoniga to'xtaymiz. Suhrob ancha o'ziga kelgan. Hamon ko'zlarida yosh g'iltillaydi. Mashina ichida kiyimlarini almashtiradi. Tamaddi qilib olish uchun hovliga xatlaymiz. Suhrobni tanib qolgan xo'randalar unga mehr va qiziqish bilan qarashadi. Xizmatchilar bizni katta ehtirom bilan ichkari xonaga boshlashadi. Bir zumda xontaxtaga turli meva-chevalar zeb beradi. Bular sizlar uchun xo'jayin yubordilar, deydi yugurdak bola. Suhrob allatovur bo'lib devorga yelka tirab yana ko'zlarini yumadi. Qarshimda umuman notanish, begona kimsa o'tirganday bo'ladi. Yo'q. Bu Suhrob emas, umuman boshqa odam. Men uni hech qachon bunday ezg'indi va iqroq ahvolda ko'rmaganman. Botini yurak yutib biror narsa deya olmayman. O'zimni aybdor his qilaman. Sog'lig'ing yaxshimi? Senga nima bo'ldi? Ovozimni titroq tutadi. Men uni ko'rdim. Suhrob ko'zlarini yumib ingraydi. Xuddi alaqsirayotganga o'xshaydi. Kimni ko'rding? Nimalar deyapsan? Seskanib ketdim. Senga nima bo'lyapti? Uni ko'rdim. Gulsanamni ko'rdim. Yuragim uzilib tushishiga ozgina qoldi. Odam o'lsa, shunday o'lsa kerakdi. Elovsirama. Senga nima bo'ldi? Peshonasini ushladim. Jiqqa qo'l, muzdek. Men uni sevardim. Nega garangsirab anqayasan? Ayt. O'tkirroq narsa buyur, ichmoqchiman. Sen ham ko'rding-ku axir. Suhrob xontaxta gardiga qarsilatib bolg'a musht uradi. Ko'rding-ku. Lekin u bilmadi. U sezmadi. Yo sezdimikin? Gulsanam ko'ziga yosh oladi. Shu topda u allaqaysi spektakldan rol ijro etayotganga ham o'xshardi. Kim u Gulsanam? O'yin qilmay gapir. Haliginda davraga chiqib gapirdi-ku. Murabbiya bo'lib ishlarkan shu Gulsanam edi. Bir qarashda tanidim. Ko'zim tinib, boshim aylanib ketdi. A'zoyi tanim zirqirab og'ridi. Yaxshiyam hovliga olib chiqding. Yo'qsa chalama chatti qilmay bir boshdan gapirsang-chi, deyman nimanidir anglaganday bo'lib. Oradan 30 yil o'tyapti-ya. 30 yil. Ahyon deya eslasam ham yurak o'ynog'i bo'lardim. Mana bugun ko'rdim. Men uni sevardim. U pedinstitutda o'qirdi. Aytaveray, birinchi marta bu borada birovga dil yorishim. Biz bir-birimizga bog'lanib qolgandik. 3-kursda Gulsanam o'qishini tashlab ketdi. U homilador edi. Zor qaqshab yalindim. Ketma dedim, qol dedim. Faqat sabrim chidamaydi. Nima faqat? Men ahmoq, men tentak, men it. Bolani oldirib tashla, uyimdagilar bilsa janjal to'polon bo'ladi dedim. Otamning qahri qattiq edi. Qo'rqdim. Ayamay urardi o'ziyam. Keyin ketdi. Sen izlab bormadingmi? Bordim. Yolg'iz onasi bor edi. 2 opasi turmushga chiqib ketishgan. Onasi nima desa deb qarg'adi. Boshqa bu yerga oyog'ingni bosma deb haydab soldi. Gulsanam tog'dagi xolasinikiga ketgan ekan. Men zo'rg'a
bolasi, Gulsanamning bolasi haqida so'radim. Onasi uv tortib yana yig'ladi. Bola o'ldi. Bola o'lik tug'ilgan, endi qorangni o'chir, yer yutkur deb dod faryod qildi. Suhrob tosh qotadi. Mijalari duv-duv yosh. Hiqillaydi. Botinida olov o'rlab, borlig'iga o't ketganini his qilaman. Ko'ngil odami, taniqli san'atkorning ahvoli, ruhiyati, ayni damdagi holatini ta'riflashga ojizman. Odamga o'xshaydi-da, oradan shuncha vaqt o'tgan bo'lsa, balki senga shunday tuyulgandir deyman. Unga taskin berish uchun Suhrob telbanoma qarab turadi, so'ng qo'li bilan chap ko'ksiga uradi. Menga qara, qanday odamsan o'zi, mana va joy, mana va yurak hech qachon aldamaydi. Ehtimol men ko'rdirman, 30 yil oldin so'qir bo'lganimcha qolib ketgandirman, lekin yuragim ko'r emasligini, yuragim ko'rishi mumkinligini bugun shu yoshga kirib anglab yetdim. Yuragim uni ko'rishi hamono bir muddat to'xtab qoldi. Urmay turdi. O'lib qolsam kerak, endi o'ldim deb o'ylovdim, tushunyapsanmi? Meni ham qaltiroq bosdi. Lolu karaxt bo'lib unga termilaman. Bilasanmi, muhabbat haqidagi film yo biror spektaklda rol ijro etsam, qarshimda Gulsanam qarab turganga o'xshayveradi. Ey, sen buni tushunmaysan. Jimlik cho'kadi. Suhrob o'rnidan bir amallab turib, yo'lakdagi jo'mrakni buraydi, yuzini yuvadi. Xontaxta ustidagi o'tkir isqotini piyolaga to'ldirib qo'yadi. Sip qoradi. Yana yelkasini devorga suyaydi, ko'zlarini yumadi. Men uning yurak ko'zi, butun olamni, men va biz sezmagan borliqni ko'rib turganini anglayman. Yemak ham nimnikali bo'ldi. Nomiga bu narsa totinamiz. Bunday paytda tomoqdan ovqat o'tarmidi. Endi o'rnimizdan qo'zg'alamiz deganda kechik sharaqlab ochilib, ostonada qansiragan ko'yi yugurdak bola paydo bo'ldi. Hurmatli akalar, sizlarni yo'qlab boyaka kelibdilar. Tashqarida turibdilar. Kim u boyakang deyman hayron bo'lib. Bu joylarni hammasi shu kishiniki. Bunday izzat hurmatlarga ko'nikib qolgan Suhrob hamon ezg'inda ahvolda qovoq uyib tashqariga yo'l oladi. Keng, mo'l hovli sathini maydalabgina urayotgan qor oqartirib ulguribdi. Mashinamiz yonida, egnida qimmatbaho palto, boshida sur qalpoq kiygan kelishgan yigit bizni qarshi oladi. Men uni qayerdadir ko'rganday bo'laman. Yuz angora kimgadir o'xshab turibdi. Yigit jilmayadi. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Men shahardan sizlarga bir piyola choy tayyorlab qo'yuvdim. Oyijonim buyurgandilar. Tushlik ham qilmay jo'nab boribsizlar. Orqangizdan o'zim quvib kelaverdim. Shu topda allambalo rusumdagi qop-qora mashina yukxonasini ochgan haydovchi haligi yugurdak bola yordamida ikkita katta qutini olib bizning mashina tomon yurishadi. Men Suhrobga qarayman. U boy o'g'londan ko'z uzmaydi. Bu narsalar shart emas deyman. Axir savob uchun keldik. Nima narsangiz bo'lsa o'sha bolalarga olib borib bering. Jon uka, odamni uyaltirmang bunday. Akalar, shundoq ham mehribonlik uyini o'z otalig'imga olganman. Oyijonim bolalarni yaxshi ko'radilar. Shu yerda ishlaydilar. Oyijonimni iltimosini yerda tashlamay, bugungi bayramga kelganlaringiz uchun men ham xursand bo'ldim. Yigitning tabassum chiroy qo'shgan qat'iyat zohir tiniq chehrasi, undagi barq urgan shijoati menga juda tanish ekanligini yana bir bor his qildim. Qayerda ko'rganman uni? U bilan qayerda gaplashganman? Ukajon, oyingiz o'sha yerda ishlaydilarmi? Deydi Suhrob ovozi titrab va hamon undan ko'z uzmaydi. Ha, aytdim-ku, yana o'sha tanish tabassum.
Ismlari kim? Gulsanam. Oyimning ismi Gulsanam. Meni ismim esa Suhrobjon. Siz bilan adashmas. Sizni juda hurmat qilaman, dedi o'g'lon. Ichimdan bir narsa uzilib ketganday bo'ladi. O'g'lon qo'l uzatib xayrlashadi. Aktyor do'stimning lablari pirpiraydi, yuzi oqarib ketadi. Mayli. Mayli Suhrobjon, deydi bazo'r. So'ng gandiraklab kelib mashina orqa o'rindig'ini ochadi. Biz yo'lga tushamiz. Mening yuragim o'ynay boshlaydi. Poyonsiz dalaning qoq o'rtasiga kelganimizda ortimdan ingroqli sas eshitiladi. To'xtat. Mashinani to'xtat. Men ortga o'girilib qarashga o'zimda kuch topolmayman. Eshik ochiladi. Oqliq qoplagan tep-tekis dala uzra chayqalib borayotgan Suhrobni ko'raman. U ancha nariga borib to'xtaydi. Qo'llarini yozib falakka termiladi. Osmonni qoq yorib yuborguday dahshatli hayqiriq yangraydi. Gulsanam! Olislarda qolgan baxt. Muallif Qo'chqor Norqobil. E'tiboringiz uchun rahmat.